Dasturimizni Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti tomonidan taqdim etilgan haftaning muhim voqealari tafsilotlari bilan davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Ba'zan fuqarolar o'rtasida tushunmovchiliklar, kelishmovchiliklar uchrab turadi. Bunday mojarolarni hal etishning bir necha yo'llari bor. Qonun qoidalariga zid harakatlar yoki ijobiy chora, kelishuv, ya'ni murosai madora. Albatta, kelishuv yo'li eng samaralisi hisoblanadi. Quyidagi holatda esa fuqarolar birinchi noto'g'ri yo'lni tanlashdi. Natijada esa janjal kelib chiqqanligi haqida ichki ishlar organlariga murojaat kelib tushdi. Kelyapti-da, shashingni ol deyapti. Bu yer yoniki ham emas, meniki ham emas-da bu joy. Shashingni qayerga olaman deb, nariyoqqa ol deyapti. Pastga tushirasan, nariyoqqa olasan, men farqi ol deyapti. Olmayman dedim. Olmayman degandan senikimi joy dedi. Yo'q, meniki emas. Siznikimisiz? Yo'q dedi. Menga aytdi. Aka narsa qila olmaysan desam, men chekkaga 3 kishi tortib olib ketdi nariyoqqa. Keyin bu hozir yurgan bolaga aytdi, mashinaga minib keldi. Bu odam bittasi mashinaga o'tirdi, ikkitasi nariyoqqa shunday burchak o'tganda bir bilan tashladi narjanga. Ikki kishi o'sha men qo'limni o'sha mashinada 3 kishi olib ketdi-da, men daraxtgacha olib bordi. Mashinaga tiqmoqchi edim men. Tiqolmay qoldi. Bu odam men akam kelib qoldi. Shundan keyin janjal ko'tarib ketdi. Qo'shnilar 3 marta 4 marta ariza bergan. Shashlikchi 1-2 kun oldin yoqib yuborgan. Anaqasini ko'rasini keyin uchastkoga kelgan, oldi yig'ishtirgan shu kuni. Keyin ertasi kuni men уже kelib yig'ishtirib tozalab olman, kechagi kun yig'ishtirib tozalab, hamma joyda bo'rsa olib kelib yig'ishtirib bolalarim bilan. Yana kechki payt yaqin yana tutatib, yana ko'mir mayda chunki pasroqga olib tushib olib o'tga qo'yma. Meni joyimga qo'yib olganda o'zi. Ol ukam, bu yerda turmasin dedi. Oldi bir sansirab gapirdim, gapirsan olmayman dedi. Sen kimsan? Olmaydigan sanga ogohlantirishibdi, qo'ni-qo'shni ham, militsiya ham. Sen lekin deb tushuntirib olsam tushunmayapti va bor deb shapaloq berdim. Men birinchi orqamdan kimdir kelib urdimi, yo'q shu urdimi bilmayman. Undan keyin yerda yotganimni bilaman, dumalab hamma ajratib oldi. Orqam yorilib ketgan boshqa. 102 raqami tushgan xabarga ko'ra, Botir mahallasi 46-uyda joylashgan pivoxonaga kelib surishtiruv ishlari olib borilganda, o'sha shashlik sotuvchisi bilan muzqaymoq sotuvchisi o'rtasida o'zaro nizo kelib chiqqan. O'sha nizo oqibatida janjallashib ketishgan. Shu janjal oqibatida hozirgi kunda tergov oldi, surishtiruv ishlari olib borildi. Qarshi shahar ko'chalari bo'ylab sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining oldini olish va jamoat tartibini saqlash maqsadida reyd tadbirlari olib borilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri davomida Nexia rusumli avtomashina yo'l patrul xizmati inspektorida shubha uyg'otadi. Unga to'xtash ishorasi berilganda haydovchi qonuniy talabga bo'ysunmay qochib ketdi. Ko'rilgan choralar natijasida avtoulov to'xtatilganda haydovchi va uning yo'lovchilari mast ekanligi aniqlandi. Haydovchiga qonuniy tartibda chora ko'rish jarayonida uning yonida yo'lovchi sifatida ketayotgan do'stlari yo'l patrul xizmati xodimlariga faol qarshilik ko'rsatib, inspektorlarning xizmat faoliyatiga xalaqit berishdi. Ushbu holat yuzasidan to'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudiga yuborildi. Bizlar qandaydir noto'g'ri ayb o'tgan bo'lsa, mingdan uzr so'rayman, yigitlar kechiringlar, uzr so'rayman. Boshqa bu holat qaytarilmaydi. Ikkinchi marta masalan faoliyatiga borib aralashib, holati yo bir holatga yo'l qo'ymayman. Noqonuniy o'shanda bo'lgan bo'lsa, men uzr so'rayman. Boshqa hech qachon bunaqa narsalarni arasiga bormayman. Sudning qaroriga ko'ra, transport vositasida yo'lovchi sifatida kelayotgan bir nafar fuqaroga 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilib, 2 nafariga esa bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobar miqdorda jarima jazosi qo'llanildi. Cho'milish taqiqlangan joylarda jamoat tartibini saqlash xizmati hamda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda profilaktik ishlar olib borilmoqda. Bu turdagi chiqindilar betga tashlash mumkin emasligidan xabarlar bormi? Bu bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman. Bu hudud nazoratga olingan favqulodda vaziyatlar xodimlari bilan birgalikda doimo nazorat qilinadi. Fuqarolarning shikastlanish, cho'kib ketish hollarini oldini olish maqsadida xizmat tashkillashtiramiz. Fuqarolar xavfsizligini ta'minlash. Yozgi mavsum kirib kelishi bilan barchamizga ma'lumki, cho'milishga bo'lgan talab ortadi va ko'pgina voyaga yetmagan bolalar, o'smir yigitlar, hattoki katta kishilarda ham, fuqarolarimizda ham, yosh katta fuqarolarda ham cho'milish bo'ladi, aynan taqiqlangan hududlarda. Shu asosan barcha belgilangan hududiy bo'limlarda, barcha respublikamiz bo'ylab, barcha viloyatlarda, shaharlarda taqiqlangan hududlarga qarshi cho'milish bo'yicha reyd tadbirlari olib borilmoqda. Azizlar, ogoh bo'ling, o'zingiz va o'zgalarning hayotiga befarq bo'lmang. Zero ogohlik zamon talabi. Salomat bo'ling.